Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Kim familiya ismingiz? G'ofurjon Ahmadjon. Ahmadjon. Qodirjonovich. Qaysi mahallada? Tumani Yoqubshin. Hop, 20 million kafillik asosida kiritmoqchisiz, ha? Ha. Hujjatlarni topshiribsiz. Hozir kafilingizni skvoringdan o'tkazishyapti. O'tishi bilan bir kun muddat ichida kredit rasmiylashtirib, klassga tushirib beramiz. Har oy 5-sanasidan kech qolmasdan to'lovlar amalga oshirishingiz kerak. Bo'lmasa chora ko'rishga majbur bo'lamiz-da. Sog' bo'ling. Siz yaxshimisiz? Siz familiyangiz nima? Mamajon Madina. Qaysi mahalladasiz? Ulug'bosh efirda. Hop, bittaga kreditga hujjat topshiribsiz-a bizga? Qancha summasi? 129 millionga. Hujjatlaringizni ko'rib, kafillaringizni skvoringdan o'tkazib, muammo bo'lmasa shartnomalar tuzib kelibsiz. 3 kun muddatda sizni kreditingizni tushirib, qo'lingizga barchangizni chiqarib beramiz. Faqat olingan kreditni har oy 5-sanasidan kechikmasdan to'lab olasiz. Kechikib ketsa biz chora ko'rishga majbur bo'lamiz. Sog'